Hayotimizdagi standartlarning hammasini insonni o'zi yaratgan. Masalan, rasmiy joylarga taqadigan hozirgi galstukimiz ilk marotaba futbolistlar tomonidan taqilgan. Shamollab tomoqlari og'rib qolmasliklari uchun. Hozir modniy deb kiyadigan jinsi shimimiz esa konchilar tomonidan kiyilgan. Chunki jinsi materiali konga yaraydigan juda ham mustahkam material. Pushti rang esa jahon urushiga qadar faqatgina erkaklar kiyadigan rang bo'lgan. Faqatgina jahon urushidan keyin ayollar reklamalarni o'ziga xos olish uchun pushti rang bilan olishgan va undan keyin bu rang ayollar uchun urfga kirib qolgan. Pizza esa Italiyada kambag'al ishchilar tez va arzon to'yishlar uchun o'ylab topilgan. Sushi esa baliq uzoq vaqtga yetish uchun guruchga o'rab qo'yilgan. Keyin guruchi musorga tashlab yuborilgan. Hozir esa u delikates ovqat hisoblanadi. Hozirgi qimmatbaho lobsterlarni esa ilgari qullar va mahbuslar yeyishgan. Poshnali oyoq kiyimlarni birinchi erkak harbiylar kiygan. Xullas, jamiyat o'ylab topgan qoidalar har doim o'zgaradi. Har bir kishining o'zini individualisti bor. Keyingi safar nimadir boshqacha qilmoqchimisiz? Sinab ko'ring. Agar u hech kimga zarar keltirmasa, agar u sizni tashqariga sharmanda qilib ko'rsatmasa, obro'yingizga putur yetkazmasa, qachondir o'ylab topilgan standartlarga amal qilish shart emas.